Voy, havolarimiz ketdi. Kelin poshsha bo'rgalaringizni, changlaringizni artib bo'lishingiz bilan darrov oshxonani gilamlarini olib chiqib yuvib, chiroyli qilib hovlida o'zingiz quritib tashlaychi. Ertadan keyin mehmon keladi uyga. Shunday dog' bo'lib, rasvoyi raddi balosi chiqib yotdi. Tezda ishlaringizni qilib bo'lingda oshxonani gilamini yuvib tashlang. Voy, oyijon, nimalar deyapsiz? Men shu nozik qo'lchalarim bilan gilam yuvamanmi? Siz yuvasiz, sizdan boshqa kim yuvadi? Oyijon, Furqat tumanida nihol gilam yuvish xizmati bor-ku. Bepulga o'zlari olib ketishadi, yana o'zlari yuvib chiroyli qilib olib kelib berishadi. Nihol gilam yuvish xizmati sizga yuqori, sifatli va ishonchli tozalash xizmatlarini taklif qiladi. Nafaqat gilamlar, ko'rpa, to'shaklar, pardalar va barcha turdagi yumshoq mebellarni ham zamonaviy uskunalar va samarali vositalar bilan chuqur tozalaydi. Qulay tomoni, siz hech qayerga borishingiz shart emas. Uyingizdan bepulga olib ketish va yetkazib berish xizmati ham bor. Bundan tashqari, doimiy mijozlar va obunachilar uchun har 15 kunda 3 kishi uchun 300 ming so'mlik vaucherlar taqdim etiladi. Xullas, 10 marta eshitgandan bir marta borib ko'rgan yaxshi deyishadi. Siz ham uyingiz ozodaligini Nihol gilam yuvish xizmatiga topshiring. Gilam, parda va ko'rpa to'shaklaringiz ozoda va xushbo'y bo'ladi. Gilam yuvdirma xotinga, xotin tengdir oltinga. Bu gaplarga nima fikrdasiz? Kommentda yozib qoldiring.